temirlarni chirib ketyapti. Mana sizlarga yechimni yomoni. Ko'lani olib kelib turib bemalol sepadigan bo'lsalaring, chirishda oldini olar ekan. Juda ham zo'r ekan. Xuddi mana shu ko'rib turgan joylaringga 55 metrga 25 metr joyga bez ustun qilib turib, konteyner mahsulotdan foydalanib turib tom yopib berishgan ekan. Bundan tashqari, stadionlaring bormi, to'yxonalaring bormi, uylaring bormi, xollaga yopiq angar qilib berishaverar ekan. Akalarimiz eng arzonidan arzon ekan. Sifat bo'yicha ham liboyi bilan chiqishaveramiz deyishyapti. Ko'rib turganlaringda, xolasalaring sizlarga bonus yomonni ham qilib berishar ekan. Agar konteyner mahsulotdan tom yopib turib, tomni o'zini shipirini olib beradigan bo'lsalaring, mutlaqo bepul tom ham yopib berishar ekan. Sizlardan talab qilinadigan narsa 2 dona non, yarim kilo osh, yotoq joyida qilib bersalaring bo'ldi. O'zbekistonning kartasiga kirsangiz bo'ldi. Xohlagan joylaringga xuddi mana shunaqa sifatli, juda ham zo'r, eng qizar joyi chirib ketgan, boshqa bo'lib ketgan konteyner mahsulotlardan emas, yangi konteyner mahsulotlardan foydalanib, xuddi mana shunaqa olib berishaverar ekan. Narxlarga to'xtaladigan bo'lsak, 130 ming so'mdan 250 ming so'mgacha. Xohlagan ranglaringda, xohlagan dizaynlaringda xuddi mana shunaqa sifatli qilib konteyner mahsulotlardan tom yopib berishaverar ekan. Pastda nomerlar telefon qiladigan bo'lsalaring, to'liq ma'lumotlar berib o'tishadi.